Diqqat, tezkor xabar. Barcha fuqarolar ogoh bo'ling. Bugun kechga yerga dahshatli xavf yaqinlashishi aytildi. Tezda barcha fuqarolar tayyor turing. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, butun O'zbekistonni magnit bo'ronlari oyi kutib turibdi. Eng kuchlisi bugundan boshlanadi. Magnit bo'ronlari paytida o'zingizni asrash uchun oddiy tavsiyalar. Ko'proq suyuqlik iching, uxlash rejimini saqlang, jismoniy va ruhiy yuklamalarni kamaytiring, qon bosimingizni nazorat qiling. Spirtli ichimliklardan voz keching va kofeinni qisqartiring. Ekranlar oldidagi vaqtingizni qisqartiring. Agar odatda o'zgarishlarni sezmasangiz ham, bunday kunlarda tanangizga e'tiborli bo'lishingiz juda muhim, deyiladi xabarda. Hurmatli kuzatuvchilar, tezkor yangiliklarni kuzatib borish uchun, doimo ko'rish uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.